Dasturimiz davom etadi. Aholining mavjud muammolarini o'rganish va hal etish maqsadida mutasaddi rahbarlar ishtirokida joylarda sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Navoiy shahrida bo'lib o'tgan ana shunday tadbir tafsiloti navbatdagi lavhada. Xalq bilan muloqotning ta'sirchan va samarali usuli yo'lga qo'yilgani yurtimizda inson manfaatlarini ta'minlash, fuqarolar, tadbirkorlik subyektlarining huquq va erkinliklarini himoya qilishda ijobiy samara bermoqda. Xususan, hududlar kesimida o'tkazilayotgan sayyor qabullar ham xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan tamoyilni amalda qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etyapti. Viloyat prokuraturasi, sud, soliq hamda boshqa tashkilot idoralar mas'ullari tomonidan Navoiy shahri aholisi uchun tashkil etilgan navbatdagi sayyor qabulda ham fuqarolarning yechim talab muammolarini hal etishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, murojaatchilarning imtiyozli kreditlar olish, pensiya tizimi, salomatlik bilan bog'liq hamda ichimlik suvi va yo'l bandlikka ko'maklashish kabi masalalarga e'tibor qaratilib, ularni hal etishga doir zaruriy chora-tadbirlar belgilandi. Bundan tashqari, tadbirkorlik subyektlarining mavjud masalalari yechimiga ham alohida e'tibor berilib, ko'pgina muammolar joyida ijobiy hal etildi. Biz 6 oy oldin katta samosval yuk mashina olib keldik, qurilish kompaniyalariga ishlatish uchun. Hozir yana chetga pul to'laganmiz. 300 million davlat boji to'ladik. Muammo 489 bilan berganmiz ariza, o'sha hal bo'lmayotgandi. Sayyor qabul davomida hal bo'ldi. Mana Sog'liq boshqarmasidan ham minnatdormiz. Xulosa qilib aytganda, har bir murojaat ortida inson taqdiri yotadi. Binobarin har bir murojaat qiluvchining muammosiga vaqtida va oqilona yechim topishga harakat qilinmoqda. Zero bu fuqaroning bugunidan rozi, ertangi kuniga ishonch bilan yashashida, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar samarasiga daxldorlik tuyg'usini mustahkamlashda muhim ahamiyatga egadir.